Assalomu alaykum Pestor G'uzod ukalar. Malika bozor ishlamayapti, lekin biz ishlayapmiz. Ertalab soat 8 dan telefonim yonib ketdi. Telefon bo'g'irib, hamma PlayStation so'rayapti. Shogirdim soat 11 dan kelib svet qila olmabdi. Xudo xolasa mana keldim, yordamlashgani, kimga PlayStation kerak bo'lsa, kelaverasizlar. Xudo xolasa o'zim shu aytaman. Qani o'zi ko'rib chiqamiz shogird nechta PlayStation sotgan. Qani ko'ramiz. Ketdi. Arinter aytib o'taman. Malika bozori ro'parasida Korzinkani oldida joylashgan joyimiz. Fedapi to'g'risida mana. Do'konimiz Fedapi to'g'risida. Com-X. Kelaverasizlar. Lekin ko'p ishlamaymiz. Ishlasa kerak, 1-2 soat ishlaymiz. Bugun bayram, to'g'ri tushunasizlar. Lekin sizlar uchun ishlayapmiz mana. Xudo xolasa. Shogird nechta PlayStation sotdi? Shahzod. Telefonim yonib ketdi lekin shuncha odam telefon qildi. Ulgurmay qoldim aka. Ikkita apparat sotdim, ikkitasiga o'yin yozolmay zakat olib qo'ydim. Klientlar xafa bo'lib ketib ham qoldi. Bitta o'zim ulgurmadim aka. 5 tani yetkazib bo'lmay qoldi. Atakka kelasizlar, o'zim shu yerdaman. Shogird Xudo xolasa yordamlashgani keldim. PlayStationlarimiz bor mana. 5, 4, 3 qolmadimi? Uchimiz bitta dona qoldi aka. Ha, uchimiz bor ekan. Kimga kerak bo'lsa telefon qo'ringlar. Eng arzon narxida qilib beramiz. PC Store'da bilasizlar, prosta arzon bo'ladi. PC Store eng zo'ri, kelamiz.